Hop, kelib ham oldim. Nayt bu uyda bo'lsa kerak. Nayt bu xullas hozir hamma narsalarni yig'ganda pastga tush. Bu uyga hamkorlarim keladi. Shuning uchun 1-2 hafta qishloqda yashab turasan. Yoki uzr, men qishloqda yashamayman, to'g'ri. Men mashqqa o'rganganman. Qishloqda nima qilamanman? To'g'ri-chunyman ya. Ko'p gapirma bo'ldi. Pastga tush, pastda bo'laman. Voy, tushunmadim. Voy, onasini emsan. Endi nima qilaman? Mayli. Xo'p, narsalarni yig'ishtiraman endi. Xo'p, mana qulflab ham oldim eshigimni, lekin to'g'risi bu yerdan ketgim kelmayapti. Sababi qishloqda hattoki Wi-Fi ham yo'q. YouTube'im nima bo'ladi? Kecha, ya'ni kontor. Mayli, ketdik endi. Boshqa ilojim ham yo'q. Mayli. Menimcha bobong uyda bo'lsa kerak. Borib taqillatib kiraver. Men so'rasalar ishlar ko'payib ketgani uchun kiromatlar devur. Aha, mayli. Mana va nihoyat kelib ham oldim, lekin bobom uydamikanlar? Mayli, oz taqillatiychi. Bobo. Nevaranglar, nihoyat kelibsan-da, kir uyimni chiqargan. Bu mening qo'lmay vayronam. Hozir eshikni yopib qo'yay. Birga ovqatlanamiz, kir. Akang kelmadimi? Keldi-da, ishlar ko'payib ketgani uchun kiromadlarda keyingi safar kirar ekanlar. Mayli. Bu mening oshxonam. Remontni qalay? Ancha eskirib qolgan, lekin ancha remont qilmaganman. Ha, aytgancha. Orqangdagi xaridlikda narsalar bor, ol. Rahmat, mayli hozir. Yeyishga narsalar ol o'zingga. Kola bor ekan. Bobo, siz kola ichasizmi? Yo'q, men yaqinda ovqatlanganman. O'zingga olaver. Aha, mayli, men unda o'zimga bitta gamburger, bitta kola oldim. Tak. Hop. O'zi nima gaplar? Tinch. Aytgancha, mana bu kolani olishga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Bu yerda joy torroq ekan. Sal Bexijolat. Yaxshi. O'zi nima gaplar, bobo? Charchamasdan yuribsizmi? Nima gaplar? Yaxshi. Shaharda nima gaplar? Shaharda tinch, havo ham ifloslanib ketdi. Eshitganim. Va nihoyat ovqatlanib bo'ldim. Xo'p, bobo, buni olib tashlab yuboraymi o'sha gamburgerni qolgan qutganini? Olib tashlayver. Aha, aytgancha, mana yotadigan xonamni ko'rsata olasizmi? Mayli, sen ham charchagansan yo'ldan kelib. Topdingiz. Ortimdan yur, xonangni ko'rsataman. Mazza qilib dam olib olmasan. Aha. Ertaga xohlasang baliq tutganda chiqamiz. Menga farqi yo'q. Mayli, ko'ramiz-da. Mana shu sening xonang, mana bu men tepada uxlayman. Agar biror narsa kerak bo'lsa chiqaver. Aha, mayli. Hop, eshigimni yopib qo'yaman, yaxshisi. Qishloqdagi birinchi kunim. Bu korobkamni yaxshisi mana shu yerga qo'yay. Xo'p, sumkamni bo'lsa, ya'ni ryukzakimni stol ustiga yo'q, shkafning ustiga qo'yib qo'yaman, bu shkafning ustiga. Va yaxshi. Xo'p, hozir ochilmay emas, ko'chlangan ekan korobka. Xo'p, buni bo'lsa bu yoqqa. Xo'p, aytgancha akamga yozib yuboray bobom uydaliklarini va hozir hammasi joyida ekanini. Tak, bo'ldi. Yaxshi, endi bo'lsa bir tashqariga chiqib keldik, bir toza havoga. Yaxshi. Shamolli. Yaxshi, uyga kirib qolaman. Bekor chiqdimmi deyman o'zi. Lekin toza havo menga to'g'risi yaxshi yoqadi. Hozir keski yo'q bu yerda, ya'ni Counter Strike bu yerda yo'q. Chunki bu yerda Wi-Fi yo'q. Mayli, telefonimni ham qo'yib qo'ydim. Endi pichog'imni ham qo'yib qo'yaman, ya'ni
qulayotganda o't betimga kirib ketmasam. Ha mayli. Oy oy oy. Nevara aka, men ishim bilan ketyapman, haliroq kelaman. Yaxshi qol. Ona hali oldinda nimalar kutayotganini bilmaydi. O'zi ham mazza qilib uxlabman. Mana kun ham yorug'lashib ketibdi. Bobom adashmasam qayergadir ketyapman degandilar. Mayli. Yaxshisi bugun hamma ishlarni qilib qo'yaman va ovqatlanib olaman. Keyin esa Wi-Fi topishga harakat qilaman. Ya'ni bu qishloqdan Wi-Fi sotib olishga. Yokida Wi-Fi zakaz qilamanmi? Uztelecom Wi-Fi'dan. Endi u yog'ini keyinroq ko'ramiz. Balkim telefondan tochka dastur tarqatarman, ya'ni mobil internet tarqatarman notebookimga. Bunisini endi vaqt ko'rsatadi. Hozir esa barcha ishlarni qilib qo'yaman. Bobom ham anchagina xursand bo'ladilar. Mana quyosh ham chiqib ketibdi. Xo'p, bu polis juda ham o'sib ketibdi. Yaxshisi buni tozalab qo'yaman. Xo'p, yuzimni yuvib olaman. Yaxshi. Xo'p, endi bo'lsa ichkaridan ana bu yerda qishloqlar, ya'ni qishloq aholilari. Ular bilan hozir bir salomlashib kela qolaman. Assalomu alaykum. Mana shu uyda turaman. Tanidingizmi? What the? Cho'ta bular mendan shubhalandimi, indamadi. Endi mayli. Xo'p, balkim keyinchalik yaxshi tanishib ketarmiz. Bu daraxt lekin chiroyli ekan. Xo'p, bu yerda ham polis bor ekan. Bu daraxtga lekin qoyil qoldim. Bobom agar shu daraxtni o'zlari o'stirgan bo'lsalar, besh ketdim, lekin agar o'zlari o'stirgan bo'lsalar, qoyil maqom. Hozir men tajribam yo'q, ya'ni daraxtni ustiga osilib chiqishga. Shu uchun chiqa olmadim. Kun ham bugun g'alatiroq bo'lib turibdi, mayli. Xo'p, narsa olamiz bu yerdan, ya'ni teshani olib olamiz. Adashmasam shunaqa deyilardi. Quyosh qani, tushunmadim. Bu yerda quyosh bor edi. Aytvoman, qishloqda bir havo o'zgarib turadi. Ya'ni qishloqdagi havo shaharga nisbatan o'zgaruvchan. Lekin bularning foydasi bormi yo'qmi aniq bilmayman. Mayli, ko'p chalg'imasdan mana bu sabzilarni olib olamiz va qaytib ekib qo'yamiz. Yaxshi. Bu yerga ham ekamiz, juda yaxshi. Endi bo'lsa mana bu yerdagilarni ham olib olamiz. Mana bu yerdagisi o'smabdi unchalik, unga tegmaganim ma'qul. Va bo'ldi, menimcha bobom xursand bo'lsalar kerak. Xo'p, yaxshi. Mana bu yerdagi polisni ham tozalab qo'ya qolaman yaxshisi. Bu yerdagi polis ham juda ham o'sib ketibdi. Xo'p, yaxshi, olib olamiz. Xo'p, mana bu o'tlarni ham olib tashlayman, sababi shunda akkuratliroq turadi, ya'ni tartibli. Bu yerga menimcha bu yerdagilarning o'sish uchun suvlar qurib qolgan. Bu yerdagi mana bu xashak nima edi? Xullas, mana shular o'simliklarni o'stiradigan suvlar qurib qolgan deb o'ylayman. To'g'risi unchalik tilim ham kelishmayapti, chunki men bunaqa gaplarni umrim davomida hech gapirmaganman. Ya'ni mayli. Yaxshisi bularni ham ekib qo'yaman va keyin uyga kirib dam olib olaman va bu yerdagi qolgan joylar yer bo'lib qoldi. Sababi suvlar esa qurib qolgan. Shu uchun shunday bo'ldi deb o'ylayman. Chunki men fizikadan
anchagina yaxshi baholarga o'qiganman. Endi bo'lsa, hop eshikni ochib yopib qo'yamiz. Bu yerga bo'lsa, mana bu urug'ni, bu yerga buni, yo'q, bo'ldi. Sabzini esa yaxshi mana shu yerga buni, bu yerga bo'ldi. Yaxshi, bobom ham menimcha anchagina xursand bo'lardilar. Bobomning xonalarini chirog'i yoqqan ekan. Shu sababli o'chirib qo'yamiz. Ya'ni tokga, ya'ni chiroqqa ortiqcha pul to'lamasliklari uchun. Hop, bu yerda qanaqadir kiyimlar, yo'q, qizlarning kiyimi, mayli. Mayli, chalg'imaymiz, kampirlar, mayli. O'ylasam, уже etim chimirlab ketyapti. Mayli, albatta hazil. Hop, stop. Bu yerda menimcha podval bor deb o'ylayman, chunki buni tegi taxtadan ekan. Menimcha bu yerda aniq podval bor. Bu mening shaxsiy fikrim albatta. Mayli. Hop, hozir bir tashqariga chiqib kelay. Yaxshi, lekin bobom kelsalar juda ham yaxshi bo'lar edi. Sababi bobom bilan birga ovqatlanar edik. Mayli, bobom menimcha ulgurmaydilar. Ovqatlanishga men bilan birga. Tilim ham kelishmayapti, negaligini bilmayman. Sababi anchadan beri menimcha kitob o'qimaganimga bo'lsa kerak. Mayli, endi bo'lsa mazza qilib uzumlardan yeyman. Hop, yaxshi. Devaragina, men keldim. Yaxshimisan? Assalomu alaykum bobo, sizni kutib o'tirgandim. O'zi keling, birga ovqatlanamiz. Aha,